Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz so'zimizni bir tadqiqotdan boshlaylik. Bu tadqiqotni Amerikaning Stanford universitetining psixologi McGonagall olib borgan. Buningga jami 30 mingdan ortiq odam qatnashgan va 8 yil davomlashgan. Bu kishilardan faqat 2 xil savol so'ralgan. Birinchisi, siz o'tgan bir yilda ig'ir besim ichida yashadingizmi yoki ig'ir besim ostida qoldingizmi? Ikkinchisi, sizningcha besim salomatligingizga ziyonliqmi? Undan keyin bu kishilarning ichidan o'lib ketganlarni tekshirgan. O'lib ketganlarni tekshirgandan keyin ularning ichida besim salomatligimga ziyonliq degan kishilarning ichidagi o'lib ketish nisbati 43% ga yetgan. Ammo men besim ichida yashayapman. Ammo besim mening salomatligimga ziyonliq emas deb qarg'uvchilarning ichida bu o'lib ketish nisbati intayin tuvan bo'lgan. Hatto 0% ga yaqin bo'lgan. Endi biz bu tadqiqotning boshqa uşaq tafsilotlarini tafsiliy so'zlamaymiz. Ammo bu yerda bu tadqiqotchi xonim, ya'ni McGonagall gayet muhim bir cümle bilan bu tadqiqotni xulosalaydi. O mundaq deydi. Bizning besimga tutgan pozitsiyamiz yoki besimga tutgan tushunchamiz bizning badanimizning besimga qaytargan inkosini belgilaydi deydi. Menimcha bu intayin muhim bir yakun. Unda bu tadqiqot bilan zaten bugungi mening demoqchi bo'lganlarimning nima munosabati bor yoki Uyg'urlar bilan nima aloqasi bor? Menimcha bu gayet muhim. Hem de hazır hemimiz chet elda yashayapmiz. O'xshamagan davlatlarda tarqalib yashayapmiz. Ammo hammamiz intayin ig'ir bir besim ostida. Balkim bu biz shu davlatda yashayotganda uchragan nurg'un kundalik turmushdagi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Masalan, xizmat topolmaslik yoki ishlagan xizmatda olgan maoshimizning tuvan bo'lishi. Anadan keyin bolalarimizning tarbiyasi va o'qitish qatorliq jihatlarda uchragan qiyinchiliklar, ijtimoiy munosabatli qiyinchiliklar, yot bir madaniyat ichida yashashda duch kelgan nurg'un qiyinchiliklar. Hatta ular bilan, yani başka milletler bilan berish kelishdiki tushunishmasliklar. Va uningdan boshqa bizning vatanning tarixda misli ko'rilmagan bir zulm ostida qilishi. Hammamizning bevosita yoki vositalik urug' tuqqanlarning ma'lum birining yoki hammasining jazo lagerlariga kirib qilishi. Va uningdan boshqa vatanda bo'layotgan zulmning bizmi ishinish qiyin bo'lgan har xil shakllarini bizning anglab turishlarimiz qatorliq son-sanoqsiz mushu xabarlar Muşu mənbələrinin hammasi bizning ig'ir besim ostida, ig'ir bir g'am qayg'u ichida yashashimizga yetarli sabab bo'la oladi. Biz mana shunday bir ahvolda yashayapmiz. Shunlashqa hozir chet elda yashayotgan hech qanday bir Uyg'urni besimdan xoli deb tasavvur qilish asosan aqlga uyg'un emas. Ammo shunday ahvoldami biz bu besimga zodi qanday taqobil turamiz, qanday muomala qilamiz degan bu savol menimcha nihoyatda muhim va biz bunga yuzlanishimiz lozim. Çünkü biz eğer bu besimlarga qanday taqobil turish, qanday muomala qilishni yaxshi o'rganib olmasak, bilib olmasak, o vaqtda xuddi yuqorqi tadqiqotdagi o'xshash biz asta-asta o'zimizning psixik sog'lomligini emas, keyin asta-asta badan sog'lomligimizni ayirib qilishimiz mumkin. Yelimi hozir bu uchrayotgan besimlar bizning tafakkurimizni bir normal aqliy logikalik bo'lishini to'sayotdi. Ko'pinchimiz sog'lom tafakkur qilish odatimizni yo'qotib qo'yishga boshlayapmiz. Bunda ahvol ostida biz heligo vatan uchun xizmat qilishgan, o'zimiz uchun, o'zimizning oilasini normal qamdashdan iborat eng aqlli vazifani loyiqida ado qilmasligimiz mumkin. Chunki ruhiy jihatdagi bu tushkunlik, bu benormallik bizning butun hayotimizni barbod qilib tashlaydi. Endi shuni bilishimiz lozim, bizning ruhiy dunyomiz, bizning ma'naviyatimiz amaliyotda hozir bizning qo'limizda qolgan, bizning eng oxirgi qo'rg'onimiz. Agar biz buni qo'g'dimisak, agar biz bunga haqiqiy ega chiqmasak, ya'ni biz o'zimizning ruhiy sog'lomligini haqiqiy darajada ching tutmasak, o vaqtda biz o'zimizning ruhini dushmanlarga, ya'ni Xitoylarga istilo qilishiga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni mening qarashimcha, vatanning qo'ldan ketishi, ya'ni zaminning ishg'ol qilinishi Xitoylarning vaqtli g'alabasi. Ammo ularning haqiqiy va mangulik g'alabasi bizning zehnimizning ishg'ol qilinishi. Chunki agar bizning zehnimiz ishg'ol qilinsa, ya'ni ruhiyatimiz qo'ldan ketgan vaqtda bizning zaminimiz mangu qo'ldan ketishi mumkin. O vaqtda biz zamindan emas, balki o'zimizni ayirib qolamiz. Chunki o'zimizni yo'qotgan vaqtimizda bu zaminning, bu vatanning davosini hech kim qilmaydi. Undaqda zodi qanday qilishimiz kerak? Bu besimga zodi qanday muomala qilishimiz kerak? Men yuqorida sizlarga so'zlagan bu tadqiqot natijasiga bog'lab turib, o'zimning ba'zi qarashlarini o'rtoqlashmoqchi sizlar bilan. Hani yuqorqi tadqiqotda ko'rsatilgandek ularning beshiga chiqqani, ya'ni 43% odamning o'limiga sabab bo'lgan narsa amaliyotda besimning o'zi emas, balki besimga tutgan pozitsiyasi yoki besimni tushunishi. Ya'ni ikki guruhli kishi bu yerda. Birisi
bu besim meni vayron qilib o'tadi. Bu besim mening salomatligimga ziyonliq. Men oxiri mushu besim ostida tuyishib ketaman deb qaragan kishilar haqiqatan o'zining bishoratini amalga oshirgan. Ammo ikkinchi turkum kishilar, to'g'ri men besimda yashayapman. Besim intayin og'ir. Bu balkim xizmat besimi, har qanday bir besim bo'lishi mumkin. Ammo besimni ayt og'ir bo'lsa-mu amal yo'q, men bunga moslashishim lozim. Bu besimning ichidan bir chiqish yo'li tepishim lozim deb qaragan kishilarga bu besimni vayron qilish kuchi unchalik yuqori bo'lmagan. Yana bu yerga ochqushliq so'z, eng ochqushliq masala besim haqidagi tushunchimizdan iborat. Hamda biz o'zimizni bog'lab o'ylanib boqaylik. Agar bizmi men ayt og'ir besimda qoldim, xizmat topolmadim, maoshim ayt tuvan, hech qanday ish vatandagidek bo'lmadi. Biz vatanda undaq yashagandik, hozir bundaq ahvol qoldik. Hozir hech qanday ish oldiga olmayotdi deb qaqshaversak, birisi-birimizga ko'rishgan vaqtda mushu masalalar haqida davomli shikoyat qilsak, davomli qaqshsak, butun dunyodan atrofdan botnasak, o vaqtda bizning bu pozitsiyamiz bizga foydaliqmi? Yoki bizning psixik sog'lomligimizga foydaliqmi? Yoki ma'lum bir masalani hal qilishimizga ozroq foydasi bormi? Menimcha albatta foydasi yo'q, aksicha ziyni bor. Ya'ni biz bundoq o'ylangan siri, ya'ni besim haqida qaqshagan siri, o'zimizni tashlayotgan siri bu bir yomon sifatlik aylanish paydo qildi. Shuning bilan biz besimdan qaqshagan siri besim texnik kuchaydi. Kuchaygan siri biz normal fikr qilishni, ya'ni aqlimizni asta-asta yo'qotib qo'yishga boshlaymiz. Albatta saronga aylanib ko'cha chiqib ketmasakmi, oddiy masalalar haqida bir so'g'uqqonlik bilan tafakkur qilish odatidan mahrum qolamiz. Biz mushundan mahrum qolgan vaqtda demak biz hech qanday ishni to'g'ri qila olmaymiz degan gap. Endi aksicha biz bundoq o'ylasakchi. To'g'ri bu vatansizlik nihoyat og'ir ekan. Endi bizning beshimizga mushundaq bir kun kelibdi. Endi hozircha darhol o'zgartirishga amal yo'q. Bunday ahvol ostida bu besimga, bu qiyinchilikqa aktivlik bilan yuzlanishimiz lozim. Masalani yuzlanib turib hal qilaylik. Shu orqali balkim bir chiqish yo'li topishimiz mumkin deb biroz umidvorlik bilan bu masalaga yuzlansakchi. Menimcha bu vaqtda biz masalani hammani tubdan to'liq hal qilib o'tamiz-ku, hech bo'lmasa biz uchrayotgan besimning bizga akiladigan zahmatini, ziyinni eng tuvanchakka tushiralaymiz deb o'ylayman. Menimcha mushuning o'zimi kichik g'alaba emas. Endi bu tadqiqot menimcha bizga nihoyat muhim bir ochqushni berdi. Ya'ni biz qila oladigan bir ishni bizga ko'rsatib beryapti. Ya'ni biz besimni tanlay olmaymiz. Ya'ni besim bir obyektiv mavjudlik bizning irodamizning sirtida. Bizning hayotimizda mavjud. Biz qachay deb qachanmaymiz. Ammo biz besimga tutgan pozitsiyamizni, besimga tutgan tushunchamizni qanday qila olamiz? O'zgartira olamiz. Mundaq qarashli bo'lay yoki undaq qarashli bo'lay deb har xil qarashlarning ichidan birini tanlay olamiz. Mana mushuning o'zi bizga nisbatan eng muhim. Ya'ni, bu masala besimda emas, balki besimni qanday tushunishda deganning ma'nosi shuki, sen besimni o'zgartira olmaysan. Ammo besimga tutgan pozitsiyangni o'zgartira olaysan deganlik. Demak, yana takrorlayman, bu yerda eng ochqushliq kalima besim haqidagi tushunchalarimiz, besim haqidagi pozitsiyalarimiz. Chunki bizning besim haqidagi tushunchalarimiz bizning ilkimizda. Bayam deganimga o'xshash biz buni tanlash erkinligiga ega. Agar biz ilkimizdagi bu tushunchalarimizni to'g'ri tanlay olsak, to'g'ri shakllantira olsak, o vaqtda biz psixik dunyamizni xilala sog'lom tutib tura olamiz. Amaliyotda biz Uyg'urlar musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu besimga qanday muomala qilish, qanday taqobil turish haqida intayin muhim angushlarga ega. Ya'ni bizning e'tiqod sistemimiz bizga hayotda uchragan barliq kulfat, jafo mushaqqatlarga qanday muomala qilish haqida nihoyat cho'nqur sistemlik tushunchalarni beradi. Ammo bizning bu e'tiqodimiz, ya'ni bizning diniy e'tiqodimiz faqat oddiy bir ishonish saviyasida qolib qolganlik uchun. Ya'ni bizning turoqliq bir tafakkur usulimizga, bizning zehniyatimizga aylanmaganligi uchun hayotda uchragan qiyinchiliklar, kulfatlar, masalalarga nisbatan biz e'tiqodimiz orqali taqobil tura oladigan bir saviyaga yetib olmayapmiz. Mohiyatda har bir musulmon hayotda uchragan har bir masalaning bizga nisbatan bir hikmati va bir qimmati bor ekanligini biladi. Hech bo'lmasa, hozircha bilmasak, biz buning hikmatini keyin bilamiz deb o'ylaymiz va shunday tushunamiz. Mushu masalalarga bizning ma'no yuklashimiz, qanday tushunishimiz bizning u masala haqida qanday harakat qilishimizni belgilaydigan muhim omil. Masalan, ba'zi misollarni eslab boqaylik. Birimizda og'ir bir kasal girib topib qoldik. Bu kasal bizni qiynayotdi. Shuning bilan biz bu kasalda qiynalganligimiz uchun asta-asta nihoyatda kasaldan qaqishimiz, umidsizlanishimiz, tushkunlik patqiga ketishimiz mumkin. Agar biz mushunda vaqtda Payg'ambar alayhisolamning bir mu'minning badaniga kichkina bir tikan kirib ketsa, Alloh uning gunohlarini mag'firat qildi degan hadisini eslasakchi. Menimcha bir musulmon agar mush hadisni eslasa, kichkina bir tikan kirib ketgan yerda gunohlarimni mag'firat qilgan yerda, men bunda og'ir kasal girib topgan yerda Alloh meni cho'qim texnik shon gunohlarimni mag'firat qilishi mumkin deb
texim umidvorlikqa, texim jo'shqinlikqa ega bo'la oladi. Ya'ni mushu tushunchasi uning ma'naviy dunyosini, ya'ni kayfiyatini biroqla yaxshilay oladi. Uningga malham bo'ladi, davo bo'ladi. Yana biz bunday bir ahvol tasavvur qilib bütün pul mollari vatanda qolgan bir aylan. Ist mening bütün mal dunyoim vatanda qoldi. Shu binolarim qoldi, mashinalarim qoldi, mancha million pulim qoldi. Bu yerda men hech nimam yo'q, o'ltirib qoldim deb doim o'zining o'tmishidan chiqolmay, o'tmishini eslab, o'zini qiynavergan odam texma psixik jihati sog'lom turarmi yoki bu pul mollarni men tug'ilgan vaqtda men billa tug'ilmagan bu pul mollar bilan. Alloh bergan, Alloh opti. Balki bu pul mollarni mendan tortib olish, mendan mahrum qilish bilan Allah menga bir imtihon qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni meni sinayotgan bo'lishi mumkin. Allah o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni ig'ir sinoqlar bilan sinaydi ekan. Balkim bu sinoqlar Allohning meni yaxshi ko'rganligining bir alomati bo'lishi mumkin. Deb tushunsiz shu. Ya'ni bir odam bunday tushunsiz shu. Bu xil tushuncha uning sog'lomligiga, psixikasiga texma ijobiy ta'sir ko'rsatganligida shak yo'q. Ya'ni biz bir qadam ilgarilab so'rab boqaylik. Agar mushi ikki odam, ya'ni mushi ikki xil pozitsiyadagi odam chet elda ma'lum bir ish qilmoqchi bo'lsa yoki ma'lum bir tijorat boshlamoqchi bo'lsa, qaysisining g'alaba qilish ehtimolligi yuqori? Albatta ikkinchisining. Endi biz butun millat sifatida o'ylab boqaylik. Agar biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar ko'pinchimiz birisi-birimiz bilan ko'rishsakla qaqshasak, o'zimiz yashayotganda uchragan bu masalalarni davomli birisi-birimiz bilan o'rtoqlashsak. Masalan, bu yerning sug'urta tuzumi yaxshi emas ekan, xizmat bajarish yaxshi emas ekan, mening palon rasmiyatimni qilib bermagili manchalik vaqt bo'ldi. Yoki xizmat qilsam yoki ishlasam maosh yuqori emas ekan. Yoki bu yerning odamga so'g'uq muomala qildi ekan, odamni kamsitdi ekan. Hozir butun dunyo bizni tashlab biz bilan kor bo'lmadi. Bizga hech kim yordam pulini sunmadi. Deb ko'rishsakla biz mush masalalar haqida birisi-birimizga qaqshab, birisi-birimizga shikoyat qilsak, mana bu xil kayfiyat biz uchun foydaliqmi? Albatta foydali emas. Endi aksichi biz. Endi nima sababdan bo'lishini qat'iy nazar biz chet elga chiqib qoldik. Alloh bizga hech bo'lmasa nurg'un mol dunyolarimizni, urug'-tuqqanlarimizdan mahrum bo'lsakmi, erkinlikni iborat zo'r bir ne'matni beribdi. Chet elda vatanimiz uchun xizmat qilishga, kurash qilishga bir fursat beribdi. Ya'ni mushundoq bir imtihon bilan bizni sharafga ega qilibdi. Agar biz bu imtihonga shunda sog'lom bir qalb bilan o'zimizni tutib olib turib, sovuqqonlik bilan yuzlansak yaxshimi? Shundoqla biz bu uchragan qiyinchiliklardan qaqshash o'rniga bu qiyinchiliklar bizni texim kuchli qilib o'tadi. Bu qiyinchiliklar bizning cheniqish, yetilish, kuchlanishimizning bir oltin pursti deb qarasak-chi. Endi biz bir qadam ilgarilab so'rab boqaylik. Mush ikki xil kayfiyatdagi Uyg'ur jamiyati qaysi Xitoyga nisbatan tahdid shakllantira olishi mumkin? Hamisha qaqshayotgan bu tushkun to'plummi yoki kelgan mush qiyinchiliklarni bir kurash qilishning fursati deb bilgan yana bir to'plummi? Albatta buning javobini aytaylik. Yana bu yerda biz o'xshash bir masala, o'xshash qiyinchilikqa nisbatan butunlay o'xshamaydigan ikki xil pozitsiyani ko'ryapmiz. Ve bunun en muhim tarafi biz bu pozisiyonu tanlash erkinligiga ega. Musha kelganda mashhur islom olimi Ibn Taymiyaning bir so'zi esimga kelib qoldi. Ibn Taymiya hayotida asosan kurash bilan o'tgan bir odam. Ammo u hech bir zaman o'zining kayfiyati nachar bo'lib boqmaganda, shundan kishilar hayron qilib bundan so'raydi ekan. Sen qandoq bundoq yura olaysan deb. Shunlar Ibn Taymiya deydi ekan. Qamoq men uchun ibodat qiladigan bir xilvat. Sürgün men uchun bir hijrat. Öldürülüş men uchun bir shahodat, ya'ni shahidlik. Yana bu yerda nihoyat ro'shan holda bir musulmonning amaliyotda hayotidagi o'xshamagan masalalarga tutilgan pozitsiyasini Ibn Taymiyaning bu qisqa jumlasi intayin jonliq markazlik ifodalab bergan. Mayli qanday ahvolda bo'lishingizdan qat'iy nazar, har bir ahvol amaliyotda sizga nisbatan bir fursat. Agar bir musulmon o'zining hayotidagi masalalarni mushundoq tushuna olsa, mushundoq qimmatga ega qila olsa, hech vaqt yiqilib qolmaymiz, hech vaqt umidsizlanib qolmaymiz, hech vaqt tushkunlikka ketib qolmaymiz. Chunki bizning aqida sistemimiz amaliyotda hayotdagi masalalarni tushundiradigan nihoyat mukammal bir ma'no sistemasiga ega. Agar biz hayotimizdagi mush masalalarni o'z aqida sistemimiz orqali tushuna olgan vaqtimizda azoblar, masalalar, qiyinchiliklar bir mezgil bizni qiynasimi, bir mezgil bizni o'ngsizlikqa duchor qilsimi, ammo bizni o'zimizni yo'qotib qo'yadigan darajaga kelib qolmaydi. Chunki bizda bir mustahkam bir sepil bor. Biz mana shunday bir mustahkam aqida sistemasiga ega bo'lgan vaqtimizda, o vaqtda biz bu besimlar bizga nisbatan
bizni vayron qiladigan narsa emas, balki bizni tavlaydigan bir o'choqqa aylanadi. Bizning oldimizni to'sgan toshlar va tog'lar amaliyotda bizni texmi yuksaklarga, texmi igizlarga chiqadigan palampayga va shutiga aylanadi. Ammo buning palampay yoki shuti bo'lishi dal bizning qandoq tanlashimizga va buni qandoq tushunishimizga bog'liq. Endi mening qarashimcha, hayot amaliyotda bir insonga nisbatan o'zimizning yoki o'zining muhitiga qaytirgan inkosidan boshqa narsa emas. Biz muhitimizning qandoq bo'lishini tanlay olmaymiz. Ammo qandoq inkos qaytirishni tanlay olamiz. Bu xuddi bunday narsaga o'xshaydi. Biz qishning sovuq yoki issiq bo'lishini bekitolmaymiz. Chunki u obyektiv qonuniyat. Sovuq bo'laveradi. Ammo shu sovuqda taloq chiqqan vaqtda biz qalin yoki nepiz kiyinishni, to'ngib qolganda kasal olmaslik uchun davomli chiniqib turib, o'zimizning badanning immunitet kuchini texmi oshirishni belgilay olamiz va qaror qila olamiz. Endi sizningcha, o'zimiz kontrol qila olmaydigan bu zimiston sovuqdan qaqshash aqlonilikmi yoki zimiston sovuqqa taqobil turish uchun qalin kiyinishni va chiniqishni tanlash texmi aqlonilikmi? Men oxirida so'zimni bir jonliq bir misol orqali tugatmoqchi. Men bu misolni doim boshqalarga so'zlab berishni yaxshi ko'raman. Hozir mening qo'limda sizlar ko'rgandek bir yarim stakan suv bor. Endi sirtdan biraylarni usab keldi deyli. Birisi deyishi mumkin. Bek usab ketgandim, hanim bo'lsin yarim stakan suv ekan deb ichishi mumkin. Ammo yana birisi kirishi mumkin. Shu noit usab ketgandim, aran yarim stakan suv olma deyishi mumkin. To'g'ri bu yerda suv o'xshash. Ammo biraylar hanim bo'lsin yarim stakan suv ekan deyapti. Ammo yana biraylar aran yarim stakan suv olma deyapti. Demak, o'xshash bu suvga nisbatan ikki odamning pozitsiyasi ikki xil bo'layapti. Bu ikki xil pozitsiya amaliyotda sizlar mis qilgan bo'lishingiz mumkin. Shu ikki odamning psixik kayfiyatining qanday bo'lishini belgilaydi. Mening qarashimcha, hayot amaliyotda shu yarim stakan suvga o'xshaydi. Chunki hayot har vaqt liq turishini atayin. Endi siz aran yarim stakan suv qopdimi deyishni tanlamsiz yoki hanim bo'lsin yarim stakan suv ekan deyishni tanlamsiz. Tanlash o'zingizning ilkida. Sizlarga rahmat.